ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله الذي لا إله إلا هو العلي الكبير وصل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Muhterem Müslüman kıyrandaşlarımız, hemimizdinki Allah Subhanahu ve Taala günahlarımızı mağfiret kılıp Allah Subhanahu ve Taala'nın rızalığına erişken salih müminlerden boğumuz var. Allah Subhanahu ve Taala günahlarının mağfiret kılınışı için alahide yaxşı boğan bir yol koygan. O bosumu puşayman kılış, tövbe kılış. Afsus, hazırki biz yaşavatkan muşu cemiyette Allah Subhanahu ve Taala bizge ulug' Allah tarafıga qaytadigan tövbe, puşayman kılış yollarını şuncha asan ve puşayman kılış ibarelerini şuncha asan ve puşayman kılışqa yeteklaydigan davetçilerinin terbiyelerini şuncha kolay qilib bergan mushu vaqtda hattoki biz internet, tor, televizor, radiolardan haq tarafga qaytish yo'llarini anglayli desak, biz ixtiyorsizmi bizning quloqlarimizga haq tarafga pushaymon qilib qaytib keladigan o'zimizning egisi Allah Subhanahu ve Taala oldiki mas'uliyatimizni to'laydigan shundoq fursatni tepib olishimizga bizga fursatlar shuncha ochiq turg'uliq bizningki g'aflatni qilishimiz nihoyatda ko'p bo'ladi qarindoshlarimiz. Shuning uchun men Allah Subhanahu ve Taala'nın Allah tarafiga qaytish uchun Allah bizni chaqirgan bunu oyatini sizlarga tavsiya qilaman. Allah Subhanahu ve Taala Qur'oni Karimda aytdiki: "Estaizu billah. Ya eyyuhellezina amanu tubu ilallahi tawbatan nasuha." Sure Tahrimning 8-oyatida mening so'zimga diqqat qilinglar. İman aytgan mu'minlar, ya'ni mening yaratquchim Allah, men yaratquchim Allah'ning ustimdagi haqqini to'nigan bir mu'min. Meni Allah bakaga yaratmagan, men Allah'ning quli deb Allah Taala avatgan payg'ambar sallallohu alayhi ve sellem orqali Allah Subhanahu ve Taala'ni tunib Allah Taalaga ishongan, Allah'ning ustidagi haqlarini to'nigan mu'minlar sizlar Allah Subhanahu ve Taala tarafiga tubu qaytib kelinglar. Ya'ni pushaymon qilib har bir Allah oldida qilgan xatoliklarga va sizlar yashayotgan har bir harakatinglar va maydoninglarda Allah norozi bo'ladigan yaman ishlarni qilgan bo'lsanglar, yaman iddia turgan bo'lsanglar, Allahqa samimiy bo'lmagan yoki Allah ustunligiga topshirgan mas'uliyatlarga xiyonat qilib salgan, farz amallarni kechiktirgan, insonlarning haqqiga kirib g'aybat shikoyat qilib salgan, Allah yaxshi ko'rgan musulmonlarni, Allah buyurgan yaxshi ishlarni qadrlayolmay qolgan har qanday bir gunohinglar, har qanday bir xatolikinglar bo'lsa, Allah Subhanahu ve Taala tarafiga qaytib pushaymon qilinglar. Tavbatan nasuha, haqiqiy samimiy o'zinglar qilgan pushaymoninglardan o'zinglar ta'sirlangan, hayotingizga tapchib chiqqan, hayotingizga ta'sir ko'rsatgan haqiqiy samimiy bo'lgan pushaymon qilishni pushaymon qilinglar deb Allah Subhanahu ve Taala mana shundoq buyruq qildi qarindoshlarimiz. Shuning uchun biz Allah Subhanahu ve Taala'ga haqiqiy qul deydikanmiz. Ustoz ulamolarimiz Allah bizga topshirgan ilmni, o ilmninki farzlarini joyida ado qila olmagan bo'lsak, masalan, haqqa da'vat qila olmagan bo'lsak, musulmonlarga ulgu bo'lib haqqa chaqira olmagan bo'lsak, yaxshilikqa buyurib yomonlikdan to'solmagan bo'lsak, biz o'zimizning ustidagi farzni qayt tunishimiz qat'iy
pushaymon qilganligimizning o'zi shuki, biz tövbimizge samimiy bo'lib, burun to'liqlay olmagan mas'uliyatlarimizni to'liqlashimiz, xalqimizga ega bo'lishimiz, xalqimiz hozirgidek Sharq Turkiston zemini va Sharq Turkiston zemini ishidagi musulmonlar va chet elga qo'g'landi qilinib, yurtidan haydilib, chet ellargacha qiyinchilikda, xafalıqda, yurtdagi urug' tuqqanlaridan ayrilish bir dard. Chet ellardagi her bir turayotgan yurtlardagi xavflar bir dard va shundaqla yurtdagi urug' tuqqanlarga qutqizish va yordam berish mas'uliyatini ado qilmaganlik bir dardda turayotgan mushundaq paytda ustozlarimiz, ulamolarimiz mush xalqimizni yurikini haqiqiy to'g'ri bo'lgan iymonga, payg'ambar alayhisolatu vasallamningki sunnatiga umidvor bo'lgan jonliq iymonga bularni Muhammed Aleyhisselam ve sahabeler bu dünyada aynı vakitte küfre, cahiliyetinin zulümlerden, zulmetlerden kutuldurup imanının hak nurlarına çıkan ana Medine'deki İslami cemiyet, İslam devletinin berpa buluşuğa sebep olan aşı mesuliyetimizni dini cihette, siyasi cihette, ictimai cihette yiteklep halkımızını ilim marifetke, iman hidayetke, kalbi pak bo'lgan sağlam, samimiy imanға, güzel ahlakka, ailesi, evladı, yaş oğul kızlarımız hakiki şermi hayalık, ilim marifetlik, Allah'ın nur hidayetiga yürekleri açılgan, ilim marifetlerine kalp nuru toşkan, doğru yol, doğru fikirge, ulanın iddisi korallangan sağlam bir cemiyet, ahli sağlam bo'lgan bir cemiyet yeni avlatlarını berpa qilishga hassimizni qatib ustozlarimiz özümüzün mas'uliyatini tunishga qaytib kelishimiz, her qandaq bir qeyrindoshimiz, her qandaq o'g'il qiz barliq musulmon qeyrindoshimiz özümüzningki Sharq Turkiston mustaqilligi, Sharq Turkistondagi xalqimizningki zulmdan qutilishi, jazo lagerlaridan qutilishi, chet eldeki, muhaciretdeki Müslüman qeyrindoshlarimizningki tafriqachilik, bölgünchilik, adovatxo'rlik, hasadxo'rlik, o'zaro birsi-birsimizga fitna va tuhmat, g'aybat shikoyatlarini paydo qilish orqali birsi-birsimizga dushmanlashdan qutulishga biz samimiy qilgan xatoliklarımızdan avvalan o'zimiz pushaymon qilib, biz ijtimoiy jamiyatimizni Allah razı bo'ladigan haqiqiy birlik ustiga birsi-birsimizga samimiy kelgusi parlaq qalbimiz uchun yordam qila oladigan, o'zaro birsi-birsimizga ishonchi qila oladigan, birsi-birsimizga birsimiz qo'l, birsimiz put bo'lib, bizningki g'oyalik kelgusi xalqimiz bilan qiladigan muhim bo'lgan ozodlik ishlarimizni qila oladigan bo'lishimiz kerak. Chunki odam o'zininki shaxsiy qilgan xatoliklarga shaxsiy pushaymon qilgan bo'lsa, Allah xolisa uni afv qiladi, lekin o shaxsiy pushaymon qilishilar lam uninki ijtimoiy jamiyatga, ijtimoiy musulmonlar jamoatiga qiladigan hasqatishdagi xatoliklari tuzilib ketmaydi. Chunki odam o'zi bilan o'zining shaxsiyati o'ttirisidagi bo'lgan ishlarda o'zi bilan bo'lsa-mu, lekin davlat, jamiyat, hokimiyat, qulluqdan, xo'rliqdan qutulish, umumiy xalqimizning ilm, ma'rifat safasi, tushanchisi, fikri, to'g'ri iddisi, uyg'unishini barliq keltirish, xo'rliqdan, qulluqdan qutulishimiz uchun hammamizningki har bir iqtidorchilarning barliq iqtidorini billa hasqatish kerak. Olimlar o'zining ilmini, siyosiylar o'zininki to'g'ri bo'lgan, yetaklashdiki bo'lgan siyosiy rahbarligini, xalqimiz iqtisodshunoslar o'zining iqtisodini, her türlü kuch quvvati va moddiy kuchi bala o'zining moddiy kuchini, o'zining oilasi, balavoqlarini to'g'ri tarbiyalab, kelgusi yaramli odam qilib chiqarib, islomiy jamiyatga hasqatishi, kuchi madori bala kelgusi harbiy kuchimizning kuchi uchun her türlü fan texnikalarni yaxshi bilishi, shundoq qilish orqali
her birisimizin kişi bir merkezge merkezleşip o bosumu Allah tarafıga qaytgan her bir küçümüz Allah rızalıq üçün işitilgen her bir vaktimizin zaya buluşu fitne fasatqa çıkıp qilishimiz bikatlab bo'lib qilishimiz qo'limizdan ish kelmaydigan bo'lib qilishdan bo'lgan barliq bizningki her türlük xatoliklarımızga pushaymon qilish fursatiga erishishimiz kerak. Çünkü Allah Subhanahu wa Taala bizga Qur'oni Karimda shunday buyurganki: "Ya eyyuhellezina amenuttaqullaha vel tanzur nefsum ma qaddamat ligadin." Sure Haşr 18. ayet. Ey iman etgan müminler, Allah Taala'dan haqiqiy qo'rqinglar. Her qandaq bir can ata kıyamet günü üçün nimini tayyorlaganligiga qarab baqsin deydi. Qarindoshlarimiz, biz Allah Subhanahu wa Taala'nın bizga bergan ne'matida, bizga bergan her birimizga berilgan iqtidarda, her birimizga berilgan her qandaq bir Allah bergan ne'matda Allah Taala'ga shukr aytib, Allahni rozi qilib, ondan Allah Taala'ningki rizolig'iga erishimiz desak, haqiqiy matematikada hisobni to'g'ri qilgan bo'lamiz. Shundaqdimi Allah bizga rahmeti bilan an jannatni berdi. Agar biz vaqtimizni zayo qilsak, xo'rlik qilsak, mas'uliyatimizni ustiga og'irlamasak, xatoliklarimiz, ojizliklarimizni tarixdan tatib biz o'zimiz mas'uliyatimizni ustiga og'irlamay, xatolik, ojizliklarimizni to'g'ri unumay, tarixdan tatib düşmanlarımız, Allah'ın düşmanları aldıda aldınıp, ulağa yem bulap, ula aldığı kelgen kaçtaki tamakını yendek bizim yap şunda tügütü varsa, biz yanıla bir kıyaman gaflet diyorsak, o vakitte bu özümüzden şuur bulduk kardeşlerimiz. Şunun için bu ayetteki pişayman kılış, Allah tarafıga sevmi kayıtıp gelişine, Allah Subhanahu wa Taala aldı ki mesuliyetimizi tunuşumuz ne? Allah Subhanahu wa Taala üçün ahirette Allah rızalığı ilişkidek yaxşı qurbanlıqlarını bilişimizne ve şundaqla özümüz ve ailemiz, kelgüsü cemiyetimizge samimi haq taraf qaytib kelgan bir avlod, bir cemiyetni meydanga keltirishimizni uytuduq yerindaşlarimiz. Biz bundan bir neçə yıl burun, belkim 70 yoki 80 yıl burun haqiqiy hamma xalqimiz samimiy haq tarafga qaytib kelgan bo'lsa-da, biz ayni vaqtda Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatiningki qulgan piti hayotimizni haqiqiy samimiy islom tarafiga, islomningki jamiyat, axloq, hokimiyat, davlat hammani birlikda qilgan huquq tarafiga, jamiyatimizningki nadonlik, johillik, taassubiyat, o'zaro birsi-birsimizninki payildi bo'lish, birsi-birsimizning suiqasida bo'lishdan haq uchun mustahkam turishga, dushmanimizga birlikda qarshi turishga ching turgan bo'lsak, ilm, ma'rifat, din, hidoyat, Qur'on hadisning yo'riq nurini xalqimiz, jamiyatimiz ichida Abduqodir Domullamdek ana shunda haqiqatparvarlarning haqni chechishini barligimiz bilan qo'llab bergan bo'lsak, o'zimiz va avlodimizningki tashqi kunnisiki kim kechakda yoki yemek ichmakda yaxshi bo'lgandan bakroq ularning iymonining, axloqining, ilmining, safosining, go'zal madaniyatiningki va kelgusi o'zining ummat xalqiga has qatalaydigan tarafining kuchli bo'lishini, erkinlik irodasining kuchli bo'lishini, Alloh qilam qul bo'ldigan hech kimga, insoniyatning hech kimga qul bo'lmaydigan irodasini biz mukammallashtiradigan mushundaq mas'uliyatimizni qatalagan bo'lsak, bugun kunda biz qarliq qalmaydik qilishimiz. Endi yanada bizningki pushaymon qilish fursatimiz bor. Shunga Alloh Subhanahu wa Taala va tubu ilallohi jami'an deb Sura Nurning 31-oyatda shunday deydi. Sizlar Alloh tarafiga hammanglar qaytib kelinglar dedi. Qarindoslarimiz, buning ma'nosi Allah Subhanahu wa Taala aldiki mas'uliyatinglarga dindiki ibodat va aqida va sog'lom tushuncha va islomningki barliq siyosiy va ijtimoiy mas'uliyatlarida sizlar islomning haqiqiy yaramliq obrazi bo'lib Alloh tarafga qaytib kelinglar degan bo'ladi. Islom bir atalg'u, sizlar islomningki shakldagi bir atalg'usini ko'tarib yurgan bir inson bo'lmasdan
Allah'nınki silgi düşürgen İslam senin ruhunuzda, vücudunuzda, hayatınızda urgup durgan her kandak bir cemiyetke İslam nurunu özünüzünki İslam'a vekillik kıldığın obrazını yaratalaydıgan seninki ruhunuzda Allah'a bağışınış, hayatınızda Allah'ın nuru yorugan ahlakınızda İslam'ın ahlakı, semmiyet, güzel ahlak, keçürüm, öz ara birisi-birimizga masışış, meydana kelgen rahim şefkat, kuyunish barpo bo'lgan haqiqiy sog'lom islom axloqi Muhammad Aleyhisselam kabi sizda haqiqiy islom ruhi sizda bo'lsa va shundaqla biz hammamiz Allah Subhanahu va taoloninki bizga topshirgan islom dinni ustun qilish, zulmdan qutulish, Xitoy kommunistlarining tajovuzchiligidan xalqimizni o'zimizni qutuldirish va erkin davlatimizni qurish uchun biz emri Allah tarafiga bunun aldıda özümüzün nefsiga, xohishiga, shaxsiy turmushiga, shaxsiy hissiyotiga birilib ketgan birlik va kuch-quvvat va haqiqiy ilg'or bo'lgan jamiyat va shundaqla kuchli bo'lgan bir xalq, bir kuchli bo'lgan jamoat bo'lib tashkillanmaganligimizga pushaymon qilib Allah tarafiga qaytib kelsak, Allah Subhanahu va taolo bizga haqiqiy özünün salih benlerine berdiğin yardımını verir. Biz o vakitte hemimiz birlikte Allah tarafına pişayman kılıp kelgen müminler katarından bulunmaz. İlgirki Peygamber Aleyhisselam ve sahabeyle erişken çoğun galibilerine erişimiz. Şunun için Allah Subhanahu ve Teala bizne mana bu ayet arkalık alahide hata yol azgınlıkka kirip kılışımızdan çekleydi. O bolsa mu pişayman kılış, hatalıkını tunuş, haq tarafga qaytishni tashlaydigan, mutakabbirlik qiladigan aba vastakbara va kana minal kafirin. İblis Allah buyurgan buyruqni qabul qilib, Adem Aleyhisselamga hurmat sajdasi qilishdan bosh tortdi, o'zini cho'ng tutdi, kofirlardan bo'ldi, dedi Allah Taala. Agar iblis Allohga pushaymon qilib, qaytib tövbe qilgan bo'lsa, Allah İblisni qabul qilgan bo'ladi qiyinashimiz. İblisning tövbesini qabul qilgan bo'ladi. Lekin o cho'ngchilik qildi, xato qiyas qildi, o'zini cho'ng tutdi. Shuning uchun Alloh taolo dediki: "Astagfirullah va man lam yatub fa ulaika humuz zolimun." Sura Hujurat 11-oyatda har qanday bir kishi Allah Subhanahu va taologa itoat qilish uchun gunoh ma'siyatlari, tajovuzliklari, xato qilmishlari her kandak bir mesuliyetsizliklerden tövbe kılmasa ana aşılar ular zalimdir. Özü zulüm kılganlardır. Allah aldı ki mesuliyetlerini, Allah aldı ki takvalıkını, Allah aldı ki özünün ki itikadı, ravrus buluşunu, utku kirsi mi, öldürülsün mü, çöpülsün mü, hak meydanında küfra, yak dep, imanға hakiki avaz koşup yaşaydıgan ruhini barpo qilib unumaydigan, haq tarafga to'g'ri qayt qilib unumaydigan bundaq kishilar o'ziga o'zi zulm qilganlar dedi. Har birimizni Allah Subhanahu va taolo Allah tarafiga haqiqiy chin qalbimizdan pushaymon qilib qaytib kelgan sodiq, solih mu'minlardan bo'lishimiz uchun hammamizninki har bir kech kunduz atrofida qilgan duolarimizni Sharq Turkistonning mustaqilligiga vasita qilsin, Xitoy kommunistlarininki, taxtlarininki yimirilishiga, daz ketishiga, hukmronligining og'dirilishiga, Sharq Turkistonning mustaqilligiga vasita bo'lishiga nasib qilsin. Ham har birimizni avlodlarimiz kelgusi ilg'isarligimiz Sharq Turkistonning mustaqilligi, ozodlik uchun qo'limizda bor barliq kuch-quvvatni ishitib, haq yo'lida har birimiz haqqoniyatchi bo'lish yo'liga qaytib keladigan solih mu'minlardan bo'lishimiz uchun Allah yo'lida Sharq Turkistonning mustaqillik, ozodlik harakatini, ozodlik bayrog'ini, erkinlik, ozodlik kuchini, erkinlik, ozodlik har qanday bir namoyishini, erkinlik, ozodlik her qanday bir yig'inlarini ve her qanday bir majlislarini haqiqiy emniyetimiz orqali qo'llab, emniyetimiz orqali qatnashib, Allah Subhanahu va taolo bizni Allah tarafiga her qanday zolim kafirdan ve Xitoy kommunist kafirlardan qo'rqmay haq tarafga qaytib kelgan Allah'ın haqiqiy ruhimiz bilan, aqlimiz bilan din jihatda, siyoset jihatda, axloq jihatda, ijtimoiy hayot jihatda
hakimiyet, devlet ve siyaset cihette her bir kiçkündüzlük, her bir sükunetimizdeki her kandak bir muamelemiz cihette Allah Teala'nı hakiki turup Allah şunla samimi halis bulup Allah tarafga sadakat birlik bilan qaytib kelgan solih mu'minlardan bo'g'il nasib qilsin. Hammamizga Allah subhanahu va taolo dunyo oxirat rahmat ato qilsin. Va salli ala Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in.